Navbatdagi shedevr formadagi darvozamizni Oltinko'l tumaniga olib kelib o'rnatdik. Ko'rib o'zlaringiz bir bahosini berasizlar. Darvozamiz ideal holatda bo'lgan, razmerlari ixcham bo'lishiga qaramasdan joylariga cho'tkir holatda qilib, bezaklarni ham o'ziga yarashadigan holatda qilib tayyorlab berganmiz. Darvozamizni razmerlari eniga 290 bo'lgan, balandligi 3 metr razmerda tayyorlab berganmiz. Analitikalarini tashqari holatda, darvozamiz xudo xolasa full variantda bo'lgan, materiallar 3 qavatli holatda bo'lgan, orqa tomonlari ham tekis holatda. Zamoklarimiz har doimgidek o'sha Zubr firmaning original zamoklaridan, ochilib yopilishlari ham o'sha jentranishlari ham hijolatli holatda. Ko'rib bahosini berasizlar. O'ta myaxki, o'ta yengil holatda ochilib yopiladi. Darvozamizda ishlatilgan materiallari 6x4 2 list tenkasidan foydalanganmiz. Listlarimiz 1.8 listdan 2 qavatli holatda oldiga shirshovka listlarni alyuminiylarni qo'yib berganmiz. Mana bu joylarga ham e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta neobычный, ideal holatda bo'lgan. Kimga shunaqa darvozalar, xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovkalari bilan chiroylab ishlarini bitirib beramiz.